Şimdi zo'rmi? Zo'r aka. To'liq nafas qilyaptimi endi? Dahshat aka. Rahmat kattakon. Yani burun to'sig'ingiz to'g'ri turibdi. Aha. Chanoqlar kichraygan, nafas yo'li zo'r ochilib turibdi. Endi maksimum burundan nafas oling endi. Maksimum. Zo'r. Dahshat aka. Tashlaymiz. Rahmat kattakon. Ehtiyot qiling. Umid uzoq bo'lsa aka. Bemorimiz 38 yoshdalar. Bundan bir hafta oldin burun bitishiga shikoyat qilganlar. Tekshirib ko'rilganda burun to'sig'i keskin o'ng tomon qiyshayganligi va past chanoqlar kattalashib ketgani aniqlandi. Bitta etapda burun to'sig'ini to'g'rilash va chanoqlar hajmini kichraytirish amaliyotini bajardik. Splint olindi, burun ichi tozalandi. Juda ham ideal holatda, burun to'sig'i ham to'g'ri, chanoqlar kichraygan. Nafas olishni hozir o'zingizlar ko'rdinglar, reaksiyalarini mazax nafas olman deyaptilar. Inshaalloh bemorimizning nafaslari bemalol bo'ladi bu yog'iga va bosh og'riqdan xalos bo'ladi. Kuningiz xayr bo'lsin, salomat bo'ling. Bizni kuzatishda davom eting.